Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bizlar hozir ertalabdan buyon Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida g'alla parvarishlarini ko'rib chiqyapmiz. Bevosita bilan yonimda turgan G'anisher agroinspeksiya boshlig'i Yo'ldoshev birgalikda va hozir yana bitta fermer xo'jaligi dalasiga keldik. Yonimda shu fermer xo'jaligining ish boshqaruvchisi Yo'ldosh Bobosher bo'ladi. Hozir bevosita dalaga kirdik. Mana bugun 2025-yil 24-dekabr kech soat 15:30lar bo'ldi. To'g'rimi? Soat shunday bo'ldi. Hozir bu yerdan chiqamiz. Keyingi dallarda hozir bu dalani tanlaganligimiz sababi chunki g'o'zapoya yig'ishtirilib, noyabr oyida boshida ekilgan g'allani ko'rib turibmiz. Hozir bevosita to'g'ridan to'g'ri savol javobga o'tsak, masalan, Bobosher, qanday savollaringiz bor? Menga mana keldik. Marhamat, savollaringiz bo'lsa eshitamiz. Savollarimiz shu. Bu bizning Kattaqo'rg'on tumanida organik produksiya ovchinkil ferma xo'jaligimizda jami 72 gektar yeri bor. Shundan paxta g'allaga moslashgan. Paxta g'alla yo'nalishida g'allalarimizni oktyabrda oxiri, noyabrda boshini ekib sug'orib olganmiz. Mana shu turgan poliyamiz ham 28-oktyabr noyabrda boshida sug'orilib, shu 28-oktyabr noyabr birinchilarida ekilib tayyorlangan. Rivojdan endi chiqib oldi. Bugun mana 24-dekabr. Bugungi kunda ustoz, sizga savolimiz shu, eng muhim bo'lgan hozir nima agrotexnika qilish kerak? Bunga dori nima berish kerak? Masalan, hozir selitra, karbamid, sulfat ammoniy bu hozir mana havo haroratining sovuqligi, qishda o'ziga tezroq o'zlashtirish uchun qanaqa dori berishimiz kerak? Keyin yakka chiqyapti-ku hozir. Ko'chat soni qanday? Keyin tuplatish uchun nima sepishimiz kerak? Qanaqa suspensiya qilishimiz kerak? Shular haqida aytib o'tsangiz yaxshi bo'laydi. Hozir ko'rdik ustoz, mana tumanimizda g'allalarimiz holati juda yaxshi dedingiz. O'rtacha. Hozir ko'p bir 60%, 70% dallarimiz xuddi mana shunday hozir 2-3 barg bo'lib o'zi tuplash fazasiga o'tyapti. Tuplagan maydonlarimiz ham bor shu holatda. Hozir fermerlarimizga nima tavsiya berasiz? Nima agrotexnika qilish kerak hozir bugungi kunda? Qanchadan o'g'it berish kerak? Qachon boshlash kerak o'g'it berishni? Hozir yerlar ham loy, mana yog'ingarchilik ham yaxshi keldi. Shu haqida birdan hamma umumiy ma'lumot berib ketsangiz, fermerlarimizga ham shuni tavsiya qilamiz. Savol uchun rahmat. To'g'ridan to'g'ri bo'lmasam shu dalada savollarga javob berib ketaman. Bugungi kunda agrotexnologik jarayon nimalardan iborat bo'lishini. Hozir haqiqatda Kattaqo'rg'on tumanini ko'rib chiqyapmiz. Hozir 50-60% maydonda qariyb aylanib chiqdik xo'jaliklar hududlari bo'yicha. Odatda oktyabr oxiri va noyabr boshlarida ekilgan g'alla sug'orilgan. G'alla 50-60-70% tuplash holatiga o'tyapti, ya'ni 3-barg, 4-bargga o'tyapti. Tuplamagan g'allalar ham mana hozir haroratni hisoblab chiqdik. 2 barg bo'lgan g'allalar agar yana 150 gradus foydali harorat olsa, bu 10 kunlarda oladi, 10 kun 15 kunda oladi. Ular ham tuplashga kiradi. Hozir bevosita endi Bobosher dalasi fermer xo'jaligini oladigan bo'lsak, mana misol bilan tushuntirib beray. Bu aytayapti noyabr oxirida, oktyabr oxirida. Uzr, kechirasizlar, oktyabr oxirida noyabr boshida ekib chiqarib oldi. G'alla unib chiqishi uchun 4 ta faktor kerak. Birinchi faktor albatta bu namlik. Ekilgandan so'ng suv bilan sug'orilgan. Undan keyin harorat, urug' unib chiqish uchun 130 gradus havo harorati olgan. O'sha agar noyabr oyining boshlarini oladigan bo'lsak, o'rtacha 25-30 gradus edi kunlik harorat, kechasi 10 gradus edi. Agar ikkalasini qo'shsak, o'rtacha 30 gradus bo'lsa, 2 ga bo'lsak 15. Bir kunda 15 gradus foydali olgan. Shu 7-8-10 kunda unib chiqdimi? 10 kunlarda, boya men aytgan gap. Demak 139-140 gradus olgan foydali haroratni unib chiqqan. Endi tasavvur qilaylik, mana bu 10-noyabrda unib chiqqan bo'lsa, 10-noyabrda tuplash uchun 300-350 harorat kerak, foydali harorat. Mana bu yerda hozir e'tibor berib qaraylik. Mana 3-bargga kiryapti. Bu ya'ni 3-4-bargga kirishi g'allaning tuplanishi deyiladi. Tuplanish boshlanishi bu. Tuplanish uchun albatta harorat bilan birgalikda namlik kerak. Albatta namlik kerak. Hozir namlik yetarli. Hammamiz xabarimiz bor. Oktyabr, noyabr oyi juda quruq keldi. Harorat baland keldi va umuman yog'ingarchilik bo'lmadi. Lekin Allohga shukr,
dekabr oyi iliq keldi va ko'p yillik yog'ingarchi 2 oyda yoqmagan yomg'ir qariyb 100 mm dekabr oyida yoqdi. Bu qor, yomg'ir aralash bo'lib keldi. Hozir namlik yetarli. Mana bu yerda tuplanish ketyapti. Tuplanish. Agar bug'doyning rivojlanish fazasini oladigan bo'lsak, tuplanish O'zbekistonda 30 kundan 120 kungacha davom etadi. Mana tasavvur qilaylik, bugun 24-dekabr degan bo'lsak, mana tuplanishga kirdi. Endi Kattaqo'rg'on janubligi hisobiga tuplanish 25-martgacha davom etadi. O'rtacha 25-martdan nachalashga o'tadi. Agar bu yoqdan 25 kun mart, fevral 28 kun, demak 55 kun, bu yoqdan dekabr, yanvarda oladigan bo'lsa, qariyb Kattaqo'rg'onda 90 kun o'rtacha tuplanish ketyapti. Tuplanish degan nima degani? O'sha yon poyalarning hosil bo'lishi, o'sha yon poyalardan chiqqan boya hosil shoxlari, boshoqlar o'sha tuplanishni belgilab beradi. Hozir mana shu dalani e'tibor berib qarayapmiz. Silka ekilgan. Oldin g'o'zapoya yig'ishtirilgan, yig'ishtirilganda va silkada ekilyapti. Silkada ekishning afzalligi shundan iboratki, ko'chat bir son tekis bo'ladi. Tekis bo'ladi va kafolat nechkalardan ekdilaringiz gektariga bergan? 240-230 dan tushgan beri. Ha, demak 240 kilodan deyilgan bo'lsa, boshda ekkan. 1000 ta don vazni 40 gram bo'ladigan bo'lsa, bizlar endi fanda 6 million unuvchan urug' hisoblaymiz-a. 6 kara 4, demak fizik holatda 240 kilo bo'lsa, 1 kvadrat metrimizga, hozir 1 kvadrat metrga oladigan bo'lsak, 600 dona urug' tushgan. 600 dona. Lekin ishlab chiqarishda 600 dona urug' unib chiqmaydi. Laboratoriyada mana hammamiz bilamiz, 1-klassda 95% dan yuqori chiqish kerak unuvchanlik. Ishlab chiqarishda 80-85% bo'ladi. Mana bu dalada ham hozir men o'zim sanab chiqdim. Hali kameraga olishdan oldin o'sha 600 dona tushganining 80% unib chiqqan. Agar 80% dan unib chiqsa 120 tani olib tashlaymiz. Bu yerda demak 480 ta ko'chat 1 kvadratda unib chiqqan. Endi agar 480 ta unib chiqqan bo'lsa, bu qishdan oldingi. Ertangi mana minusovoy qishki sovuqlarimiz turibdi yanvar oylarida. Yanvar oylarida yana 10-20% yana yo'qotiladi. Bu degani qo'pol qilsa 1 metr kvadratda 400 dona ko'chat qoladi. 300-400 atrofida. Endi hosilni rivojlantirish uchun nima qilishimiz kerak? Hosilni rivojlantirish uchun 1 metrdan chiqadigan mahsuldorlikni ko'paytirishimiz kerak. Bu uchun tuplatishimiz kerak yaxshi. Mahsuldor poyalarni ko'paytirishimiz kerak va har bir mahsuldor poyadan olinadigan boshoqni ishlab chiqarishda bitta boshoq 1 gram chiqadi o'rtacha. Uni 1,5 gramgacha ko'tarishimiz kerak. U uchun agrotexnologik jarayonda to'g'ri qo'llashimiz kerak. Boya yuqorida siz menga savol berdingiz, nima qilishimiz kerak hozir deb. Hozir sizga savol berdim, boyaga syomkadan oldin. Bu yerga 200 kilo ammofos berib ekdim dedingiz va orqadan sug'ordim dedingiz. Va hozir navini ham so'rab oldim. O'sha O'zbekiston seleksiyasiga mansub Andijonning qaysi navi dedingiz, qanish? Davr elita, avlodi elita, navi Davr. Ekkan juda yaxshi nav. Lutisens turxiliga kiradi, intensiv nav. Yuqori hosil beradi, bo'yi 80-85 sm bo'ladi. Yotib qolmaydi, chidamli. Bu yerga hozir hech nima qilmaymiz. Bugun 24-dekabrda hozir yetarli nam bor. Yetarli fosforli o'g'it berilgan. Mana tuplashga uje mana kiryapti, 3-barglar hosil bo'lyapti. Endi bunga hozir 10 kun 15 kun hech nima qilmaymiz. Agar imkoni bo'lsa, tabiat imkon bersa, yanvar oyining 10-15 oylarida buni barg orqali oziqlantirish yoki ildizdan boyagi katta o'g'itlar bilan oziqlantirish mumkin. Yana qanaqa savollaringiz bor? Shu katta o'g'itlardan boyagi selitra, azot bor-ku, sulfat ammoniy, karbamid. Shulardan qish oyiga qaysi bir eng ma'quli? Selitrami, sulfat ammoniymi, karbamidmi? Yaxshi o'rinli savol. Agar men boya aytdim, yanvar oyida dalaga kirish imkoni bo'lsa, mana hozir etiklarimiz loyga botib qoldi, mumkin emas. Agar yanvar oyida quruq bo'lsa, mana hozir 4-barglar paydo bo'ladi. Bu ildiz ham yaxshi shakllanyapti ekan. Bunga demak oziqa kerak. Agar imkoni bo'lsa 100 kilo fizik holatda yoki sulfat ammoniy yoki ammiachniy selitradan 100 kilo holatda berish kerak. Sababi ammoniy
tuproqda tez o'zlashtiradi. Karbamidda bo'lmaydi, chunki ammoniy holatiga o'tguncha karbamid o'simlik o'zlashtirmaydi. U uzoq vaqt ta'sir etadi. Shuning uchun agar uni tezroq samaraga erishaman desangiz, sulfat ammoniydan yoki selitradan foydalanish 100 kilo fizik holat bo'lsa, mana buni sog'lom bo'lishini, poyalarining kengligini, barglarning kengligini ta'minlab beradi, keyin ildiz chuqur ketishini ta'minlab beradi. Imkoni bo'lsa, agar yana ikkinchi variantimiz bor. Mana bizning firmada o'zlaringiz mana 5 yildan beri ishlatib kelyapsizlar. Barg orqali ishlatiladigan o'sha suyuq suspensiyali o'g'itlarimiz bor. O'sha mikro o'g'itlarga boy, to'g'rimi? Makro o'g'itlarga boy, kerak bo'lsa tarkibida stimulyatorlari, auksinlari, gibrinlari bor o'g'itlarimiz bor. O'simlikning o'sishini boshqaradigan. Ular o'zingiz bilasiz, masalan, Micromix, Seafon, to'g'rimi? Biogrant uni yuzlab aytib berishi mumkin. Agar gektariga imkon bo'lsa, bor yo'g'i gektariga yarim litrdan ishlasak 50 ming so'mga tushadi. Siz mana ertangi sizga bo'ladigan hosilingizga 10-20% bugun zamin hosilga yaratib berasiz. Ustoz, keyin menda yana bitta savol bor. Bizlarda boshda ekilgan poliyamiz ham borda, oktyabrda boshlarida ekilgan. Ular o'zi poliyani yopib, egallab, tuplab, hamma tomonlama zo'r bo'lgan. Uni ishlavi bilan bunikini mana bu kecha kelgan-ku noyabrda boshrog'ida. Ikkovini ishlovini bir vaqtda qilsak yaxshimi, unikini oldinroq qilaversak bo'laveradimi? Oldinroq qilishimiz kerakmi? Hozir o'rinli savol bo'ldi. Endi erta ekilgan g'alla bilan kech ekilgan g'allaning albatta agrotexnik tadbirlar har xil bo'ladi. Chunki hozir u aytgan dalani ham ko'rib keldik boya. Erta oktyabr boshida ekilgan, u 100% tuplagan, haqiqatda yer betini bog'lagan, ko'rdim 4-5 barglar ham paydo bo'lganda, bo'lgan. Hozirgi holatida agar texnika kirish imkoni bo'lsa, mana hozir harorat bugun 10-12 gradus beryapti kunduzi, kechasi 2 gradus beryapti. O'simlik ishlayapti. Bemalol o'zlashtiradi. Agar imkon bo'lsa, shu bugun erta agar yer yetilib qolsa, o'sha dalalarga bersa bo'ladi. Boya sulfat ammoniy yoki ammiachli selitrani 100 kg fizik holatda. Mana bu dalalarga endi hozir ko'chat yaxshi shakllanmagan, ildiz ketmagan, barglar ham rivojlanmagan. Bunga agar imkon bo'ladigan bo'lsa, bu dalalar ham mana shu harorat ushlanib qolsa, hozir namlik yetadi, harorat past. Agar harorat ushlanib 10 kun, 15 kun shunaqa harorat bo'lsa, 10-15 kundan keyin mana bu dalalarga ham barg orqali boya aytgandek suyuq o'g'itlardan yoki o'sha katta o'g'itlardan ildiz orqali berish mumkin. Farqi bor. Albatta kechki, ertaga ekilgan g'allalarda farqi bo'ladi. Bu dalaning ham lekin yutug'i bor. Unchalik ham panikaga tushish kerak emas. Katta Qo'rg'on janubda joylashgan. Bu yerda foydali harorat shimoliy markaziy zonalarimizga nisbatan balandroq. Mana hozir bu yerda 10 gradus bo'lsa, u yerda 7 gradus. Shuning uchun bu yerda o'simlik ishlaydi. Mana bu yerda ertaga 10 kun, 15 kundan keyin mana shu dalamizni agar yana qaytadan syomka qiladigan bo'lsak, u dalalarga yetishib oladi. Bemalol 10 kun, 15 kundan keyin agrotexnologiyani ham ishlayversa, mana shu dalada ham ishlasak bo'ladi. Tushunarlimi? Endi mana shu yerdan men yana qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Rivojlanish fazasidan kelib, mana bu dalaning afzalligi deganim, mana bu kechquraq ekilgan dalalarda zamburug'lik kasalliklar kam bo'ladi. Bizlar erta bahorda mana fevral oyi, mart oyining boshlaridan o'sha zamburug'lik kasalliklar paydo bo'ladi-ku, zamburug' kelganda. O'sha sariq zang bo'lishi mumkin, qo'ng'ir zang keyin endi mayda bo'ladi albatta. Ungacha un shudring, keyin boshqa fuzariozi, septaroz zamburug'lari ko'p. Mana bu dalalarda boy erta ekilgan dalaga nisbatan zamburug' kamroq bo'ladi. Mana bu dalaga biz bir marta fungisid bilan ishlasak zamburug'larga nisbatan, lekin erta ekilgan dalalarda 2 marta ishlashgan. Nima uchun? Sababi u yerda ko'chat qalin bo'ladi. Havo aylanishi qiyin. Chunki zamburug' qayerda rivojlanadi? Qalin massada va nam saqlanib turadi-da. O'rda shamol aylanishi ham bo'lmaydi. O'sha yerga albatta 2 marta fungisid bilan ishlanadi va bevosita endi keyingi bu syomkalarimizni uni aytib o'tamiz. Hali bu dekabrning bugun 24 bo'lgan bo'lsa, buni fevral martlarda aytamiz. Keyingi demak begona o'tlarga gerbisid bilan ishlash, zamburug'lik kasalliklarga fungisid bilan ishlash va bu yerda nima deydi, hasharotlarimiz trips bo'ladi, zararli xasva bo'ladi, o'sha shilimshiq qurt piyavisa deymiz. Bularga qarshi insektisidlar bilan ishlashni keyingi rivojlanish fazalarida to'g'ridan-to'g'ri tushuntirib berib o'tib ketamiz. Bizning kanalimizga a'zo bo'ling, Samagro kanaliga. Bu agrotexnik tadbirlarni namoyish etish davom etadi. Ko'rishguncha xayr, like-ni albatta bosing. Sizlarga katta rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar. Sog' bo'lingizlar.
Rahmat. Rahmat.